Men ish boshlaganimda bir narsa aniq edi. Odamlarni aldamaslik. Assalomu alaykum. Mas'um Dilshod, familiyam Muhammedov. Bu videoda sizga na reklama qilmoqchiman, na sotmoqchiman. Faqat yuragimdagi odiqli mavzularni siz bilan ulashmoqchiman. Bilaman sizda ham uy olish orzusi bor. Men ham siz kabi oddiy odamman. Oila boshlig'i, farzandlarim bor. Bir vaqtlari uysiz yurganimizni, ijarada turib, ko'chaga chiqqanimizda o'zimizni uydek his qilmagan kunlarni unutmadim. Men ish boshlaganimda bir narsa aniq edi. Odamlarni aldamaslik, hamyonbop, sifatli uy-joylarni xalqimizga yetkazish va eng asosiysi hujjatlarsiz uy sotmaslik. Bugungi kunda biz qurgan uylarda yashayotgan bolalarning kulgusini ko'rib, xotirjam oilalar yashayotganini ko'rsam, bilaman, men to'g'ri yo'ldaman. Agar siz ham uy olishda ikkilanayotgan bo'lsangiz, ishonchsizlik, qo'rquv, mablag' yetishmovchiligi ushlab turgan bo'lsa, sizga yordam berish uchun shu yerdaman. Meni kuzatib boring. Bu sohada eng kerakli ma'lumot va yengilliklarni sizga ulashib boraman.